Futbolda odatda murabbiy natijaga erisha olmasa, qo'yilgan vazifani uddalay olmasa, ishdan ketadi. Kapadzeni nima sababdan bo'sh? Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatidagi ishtirokini yakunladi va e'tibor bergan bo'lsanglar, Qo'shma Shtatlarga kelganimdan buyon terma jamoamizning o'yini haqida, uning natijalari xususida fikr bildirganim yo'q. Chunki terma jamoamiz a'zolarining aksariyati, yetakchi futbolchilari, asosiy o'yinchilari Instagramda meni kuzatishadi va bunaqa sharoitda ularga ruhiy bosim o'tkazish, musobaqa paytida chalg'itish yoki xayollarni negativ bilan to'ldirish fikridan uzoqda edim va ana endi nazarimda fikr bildirsak bo'ladi. Undan avval esa terma jamoamizni O'zbekistonni har bir shahridan turib qo'llab-quvvatlagan, kechasi uxlamasdan futbol ko'rgan, qolaversa viza bilan bog'liq muammolarni bartaraf etib, Amerika Qo'shma Shtatlarigacha yetib kelgan, Amerikada istiqomat qilayotgan barcha vatandoshlarimizga, qolaversa Qo'shma Shtatlarda yashovchi Qozog'istonlik, Qirg'izistonlik, Tojikistonlik, qolaversa Turkmanistonlik hamma muxlislarga kattakon rahmat etmoqchiman. Futbolchilarimiz nomidan, o'zbek futbol jamoatchiligi nomidan. Ana endi natijalar haqida. 3 ta o'yin, 3 ta mag'lubiyat. Bundan yaxshiroq bo'lishi mumkinmidi? Albatta mumkin edi. Kolumbiya bilan o'yinda minimal hisobdagi mag'lubiyat, Portugaliya bilan minimal hisobdagi mag'lubiyat. Bu ikkita terma jamoani yutishimiz yoki durang o'ynashimizga o'zim ham ishonmagandim. Xo'sh, Kongoni hech bo'lmasa yutishimiz yoki durang o'ynashimiz shartmidi? Albatta shart edi. Ha endi hamma aybni 3 ta mag'lubiyatdan keyin bosh murabbiyga ag'darasizlar deydiganlar uchun. Men o'tgan yili 2-oktyabr kuni Fabio Cannavaro tayinlanishi aniq bo'lganda, o'zimning munosabatimni Instagramdagi sahifamga yozib qoldirgandim. Yaxshilab bitta o'qib ko'ringlar deb. Fabio Cannavaroni tayinlanishida ishtirok etgan, unga shartnoma taklif qilgan, bu g'oyani bergan odamlarga bitta savolim: niyatingizga erishdinglarmi? Srechka Katanets o'choq yoqdi, Timur Kapadze oshni damladi, suzishga nimaga aynan Cannavaroni chaqirdik? Eslatib o'taman, 13 yildan beri murabbiylik faoliyati bilan shug'ullanadigan Fabio Cannavaro murabbiylik faoliyati davomida bitta natijaga erishgan: Xitoy chempionligi 13 yil ichida. Eslatib o'taman, futboldagi Xitoy bu siyosatdagi Xitoy emas va uni chempionatida g'alaba qozonish Italiya, Ispaniya yoki Angliya chempionligini qo'lga kiritish bilan barobar emas. Va o'zi umuman aholisini asosiy qismini daromadi, oylik maoshi $400 dan oshmaydigan mamlakat uchun 4 million yevrolik murabbiyni olib kelish qanchalik sog'lom fikr? Futbolda odatda murabbiy natijaga erisha olmasa, qo'yilgan vazifani uddalay olmasa, ishdan ketadi. Kapadzeni nima sababdan bo'shatdik? Jahon chempionati yo'llanmasini oxirigacha qo'lga kiritib bergani uchunmi? Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritishimizda Jaloliddin Masharipov, O'tkir Yusupov, Aziz Turg'unboyev kabi futbolchilarning o'rni beqiyos edi. Xo'sh, nima sababdan aynan bittasi turnir arafasida tarkibga kiritilmadi, ikkinchisi qaydnomadan so'nggi soniyalarda sirli ravishda olib tashlandi, uchinchisi musobaqa davomida birdaniga ikkinchi darvozabonga aylanib qoldi. Tarixan O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy yarim himoya chizig'ida eng kuchli ijrochilarga ega bo'lib kelgan Mirjalol Qosimov, Server Jeparov, Odil Ahmedov va hokazo. Tasodifni qarangki, aynan birinchi marta o'z tarixida jahon chempionatida ishtirok etayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasida aynan markaziy himoya kuchsiz nuqtaga aylandi. Xo'sh, bitta savol: Jamshid Iskanderov Qo'shma Shtatlarga nima sababdan olib kelingandi o'zi? Aslida bu savollarning barchasi milliy terma jamoani yaxshi ko'rganimizdan, unga faqat yaxshilikni xohlaganimizdan yangrayapti. Fabio Cannavaroni faqat qora rangga bo'yash fikridan yiroqman. Behruz uchun uni asosiy tarkibga kiritgani uchun rahmat aytishimiz kerak. Ammo bu yog'iga yo'limizni o'zimiz davom ettirsak maqsadga muvofiqroq bo'ladi nazarimizda. 1+4 ko'rinishida agar haqiqatdan ham imzolangan bo'lsa, +4 ni olib tashlashning ayni vaqti nazarimda.